Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Ko'pchilik video tashlayapti menga. Demak, 3000 so'mdan, 8000 so'mdan guruchlar bor ekan, sizlarda bormi deb. Unaqa guruchlarimiz yo'q. Unaqa narxda o'zi bizda guruch yo'q. Unaqa aksiya ham qilib bera olmaymiz, chunki zarar bo'lib qoladi, foyda sal kamroq bo'ladi. Agar bittasini narxini oshirib, bittasini qo'shib bersak, u chalg'itish bo'lib qoladi. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Ertadan xudo xolasa bitta aksiya qilmoqchimiz. Har kuni bitta xaridorimizni xursand qilamiz, ya'ni 10 kilogramm narsa beramiz. Grechka bo'lsin, guruch bo'lsin, garoh bo'lsin, mayli 5 litrli yog' bo'lsin, har kuni qilamiz 30 kun davomida. Demak, 26 kun xaridorimizga beramiz, bitta xaridorimizga 4 kun har juma kuni kommentariy yozgan, bizani qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga beramiz. Hammaga omad tilaymiz. Ertadan xudo xolasa aksiyamizni boshlaymiz. Guruchlarimiz, narxlarimiz arzon, narsalarimiz sifatli. Sizga obuna bo'linglar, xabardor bo'lib turinglar. Yaxshi aksiyalarimizni chiqaramiz.